azizlar, yangi ishlab chiqargan termotravertin mahsulotimiz. Termogranit demoqchi edim. Mana bu termotravertin. Bu termogranit. Mana 3 cm. Mana penoplast, 16 plotnost и mana Angrenniki, mana original, mana termogranit. Mana kapni granit mana tepasida. Buni so'kilga ishlatsa ham bo'ladi, xohlasanglar polni fasadga qilsa ham bo'ladi bu mahsulotimizni. Mana tepadagi mahsulotimiz 25 kg razmer termotravertin, 3 cm penoplast. Mana buni yaqindan ko'rsataman sizlarga. 3 cm penoplast bo'ladi. 16 plotnost, 16 plotnost zichligi. И basharasida 1,5 cm 500 marka oq eron sement qoplamasi bor. Tabiiy travertin kroshka, fibra volokna qo'shamiz. И жидкий plastifikator Turkiya ishlatamiz. Giproplast kompaniyasinikini. Bu -50 +50 gradusga garantiya beriladi. Montaj uchun sovuq shart emas, sovuq kerak emas umuman. Montaj uchun. Сразу joyi gruntovka qilinadi. И kapnikiga yopishtirilib, ikkita dona agraf chiqib turadi, o'sha porxli pistolet otiladi. Mana bu agraf chiqib turadi. O'sha porx pistolet otiladi bizada. Hozir hamma ishimiz original. Keyin mana bunaqa chagalar ham bor mana. Mana pokili chaga, tepasi mustahkam qilingan mramorli kroshkali. Bossa ham ezilmaydigan, bossa ham. И buni yopishtirib bo'lganiga orasi germetik qilinadi, mana jiddiy ko'z bilan. Keyin tozalanadi, и oxirida akrilak sepiladi. Travertinlar. O'shanda uyingizni yozda salqin ushiydi. Yozda salqin, qishda suv ushiydi. Zax o'tkazmaydi, mog'ol bo'lmaydi, shum o'tkazmaydi. 50-55% elektr energiyani tejaban beradi. Mana Kumushkondagi obyektimiz. Mana ustalar. Qashqadaryoning ustalari, Abbos degan. Bu yerda sherigi mana. 30 ga 60 razmer, mana termogranit. Mayli, ko'rishguncha keyingi obyektda.